Assalomu alaykum. Bugun Xnest Broker'dan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Nima uchun 2025-yilda dekabr oylarida olinayotgan video bu. Yangi yilgacha, ya'ni 31-dekabrgacha agar ro'yxatdan o'tganlar bo'lsa, promo kod bilan Xnest Broker qanday sizga bonus beradi? Ya'ni yil davomida $500 minus qilsangiz, imенно o'sha $500 sizga Xnest Broker tomonidan bonus sifatida sizga qaytarib berilar ekan. Bu haqida ko'pchilik bilar, balkim bilmas. Buni registratsiya o'tishda ham yana bir bor eslatib o'taman. Xnest Broker'ni kirib olganimizda havolasini videoni tagida описаниеda qoldiraman. Yangi akkaunt ochish, agar sizda yangi o'zi akkauntingiz bo'lsa, shunchaki o'chirib tashlab turib boshqatdan registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda o'zingizda emailingizni kiritamiz, ya'ni manaki bu parol yozamiz. Parol yozilgandan keyin eng muhim qadam o'sha $500 sizga berish uchun nima qilishingiz kerak? Promo kod degan joyga imенно mana shu promo kod tashlansa, sizga imенно o'sha aytib o'tilgan bonuslar beriladi. Ya'ni yil davomida $500 gacha minus qilsangiz sizga qaytarib beriladi. Endi bu yerda pochtamizda yozib olamiz. Yangi pochta bo'lishi kerak. Parolimizda bosh harfi katta bilan, qolgani kichkina bilan, oxirida sonlar va qaysidir qavsmi ishlatib yoziladi. Promo kodni men videoni описаниесida qoldiraman. Bu yerda nima kerak bo'ladi? Hamma yoqda yozdik. Endi registratsiya tugmasini bosamiz. Bu yerda biza telefon nomerimizni so'raydi. Ya'ni telefon nomerimizni kiritamiz. Masalan, +99890 deylik. O'zbekiston, ya'ni nomerimizni kiritganimizdan so'ng bu yerda hozir men registratsiyadan o'tganim uchun boshqa nomer, o'zim nomerimga SMS kod kelmadi. Bironta boshqa nomerlar, o'sha o'zingizning nomeringizni yozsangiz, sizga SMS kod keladi yoki bo'lmasam u SMS kod через Telegram ham kelishi mumkin. Через Telegram qo'yib turib, polniy boshqatdan o'sha sizdan so'raladigan MyGo'dan olasiz. Turar joyingiz haqida ma'lumotnoma va o'zingizda ID karta bo'lsa, ID karta orqali hisob raqam ochib turib, qolgan keyingi videolarda men batafsil ularni ham tushuntirib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat. Imенно bu video men oldin hech qanaqa bunaqangi videolar olmaganman. Faqatgina o'sha bonusi borligi uchun shu videoni ulashgim keldi.